bitta muhitdan ikkinchi mana bu nurni silliq qaytaradigan joyga kelganda bu bir xil gradusda tushib, yana bir xil gradusda qaytishi kerak. Mana bu tushayotgan nur, mana bu qaytayotgan nur. Har doim esimizda qolishi kerak bo'lgan narsa shundaki, mana bu tushish nur bilan mana bu ko'zga orasidagi burchak va qaytayotgan nur bilan ko'zga orasidagi burchak har doim tenglar. 60 bo'lsa 60, 70 bo'lsa 70, 20 bo'lsa 20, 80 bo'lsa 80. Mana shuni. Mana demak biz nurni qaytish qonuni haqida gaplashdik. Qaytishda nima bo'lishi kerak? Nurni qaytayotganda mana bu tushayotgan jismga necha gradusda kelib tushsa, xuddi o'sha gradusda qaytish kerak. Mana biz 20 gradusda mo'ljallab tomonidan nurni jo'natyapmiz va ikkinchi tomondan ham ko'rib turganimizdek 20 gradusdan qaytib ketyapti. Endi sinishi nima? Xo'sh, nurni sinish qonuni bitta mana havoliy muhitdan suvli muhitga o'tganda nurni mana to'g'ri kelayotgan yo'lidan salgina olib ketgan yo'nalishi bu nurni singani. Mana bu sud yuzasidan hozir ko'rinyaptimi yo'qmi bilinmas qaytib ketyapti. Mana shu qaytib ketayotgani bu qaytgan nur, mana bu ichidagi yaxshigina ko'rinib turgani yorqinroq esa bu singan nur deyiladi.